Do'stlar, navbatdagi loyihamizni qurilish ishlarini yakunladik. Ushbu qurilishimizni milliy hamda zamonaviy uslubni uyg'unlashtirib, birlashtirishga harakat qilganmiz. Bu yerda Buxoro milliy arxitektura uslubidan foydalandik. Devor qismida milliy ko'rinishdagi elementlar, yog'och ustunlar, yog'och deraza eshiklar va panjaralarni dizaynga mos qilib tayyorladik. Fasad qismini dekorativ elementlardan foydalandik. Milliy uslubni ham kiritdik. Dekorativni terazit mahsulotidan foydalandik, terazit qildik. Devor qismida har bir detaliga e'tibor qilindi. Buxoro milliy uslubida naqshlar chizildi. Hammasi qo'l ishi orqali bo'ldi. Bu yerga kirgan har bir mehmon Buxoroni shukuhini ko'radi. Aynan Buxoroni milliy arxitekturasini ko'radi. Qurilish jarayonidagi material tanlash ishi eng asosiy ishlardan bittasi hisoblanadi. Material masalasiga katta yondashish kerak. Qo'l sog'lik bilan qaramaslik kerak bu narsaga. Har bitta detalda keyinchalik zarari yetmaydigan bu material tanlashda. Shuning uchun sifatli materialni tayyorlash, keyin asosiy e'tibor kommunikatsiya. Yuza qismini qanaqadirchasini to'g'irlash mumkin, lekin aynan ichkariga qolib ketgan santexnika bo'lsin yoki elektromontaj shunga o'xshagan narsalar bo'lsin, bu narsani alishtirish juda qayta qurilishni taxlashga to'g'ri keladi. Qayta buzib, qaytadan qurishga to'g'ri keladi bu narsani. Boshida bu obyektni biza kirganimizda kommunikatsiya chastlari qilingandi. Dizayn planlari ishlangandan keyin joyidagi narsalar o'zgartirishga to'g'ri keldi. Qayta o'zgartirishga kirdi. Chunki shu uchun iloji boricha ko'pchilikka maslahat beramiz. Shu uy qurilishi bo'ladimi, hovli bo'ladimi, mehmonxona bo'ladimi, restoran bo'ladimi, birinchi navbatda plan, dizayn, proyekt kerak. Birinchi navbatdagi o'sha narsalar bular 2 martalik ish bo'lmasligini hisobiga. O'z boshimchalik bilan qilinsa 2 marta to'liq qilinadi. 2 martalik ish bo'lib qoladi. Keyin o'sha joyga borib, oxirida borib qaysidir joy to'g'ri kelmasligi bor. Masalan, bu joyda santexnika masalalari to'g'ri kelmay qolgan. Oldin qilingan ish bilan keyin biza dizayn plan qilganimizdan keyin bu joyga to'g'ri kelmay qolgan. Shuni qaytadan o'zgartirishga to'g'ri kelib qolgan. O'zgartirib, elektrokommunikatsiyasini ham o'zgartirganmiz, chiroq ishlarini ham ko'paytirganmiz. Detallariga, har bitta detallarni, devor qismidagi har bitta detallarga, element tushgan joylarga, chiroqlarga alohida e'tibor qilingan bu joylarni. Shuning uchun qaytadan boshladik desa ham bo'ladi. Shu noldan santexnika, elektrika qismlarini qayta o'zgartirib, emalyar ishlarini, fasad qismlari mana bu joygacha hozirgi holatga keltirdik. Bu joyga taxminan 1 yilcha vaqt ketib qolgan bu joyda, ana shu holatga kelishiga. Bu joyda har bitta detal bo'lsin, mebel bo'lsin, gul bo'lsin yoki parda qismlari bo'lsin yoki har bitta o'sha ovqatlanish naqasi bo'ladimi, stoli bo'ladimi, qoshiq vilkasi bo'ladimi, bu har bitta detalgacha o'zimiz qilganmiz bu narsani. O'zimiz boshidan olib kelib tanlab kelishgan holatda uy egalari bilan aynan tanlangan. Shu joyda dizayner orqali qildik. Masalan, oxirigacha patqulchi qilib berdik. Mebel qismiga xonadonning o'zini egalari yoki shunga o'xshagan kimdir qiladigan bo'lsa, joyiga to'g'ri kelmay qolishi mumkin yoki tanlashda. Shuning uchun mebel masalalari baribir aynan mutaxassis tomonidan tanlanishi kerak. Chunki joydagi har bitta o'sha tortmasi bo'lsin, tumichkasi bo'lsin yoki o'sha karavati bo'lsin, o'zini razmeriga moslashtirib qo'yiladi-da. Bu joyning asosiy g'oyasi Buxoro milliy uslubini saqlagan holda zamonaviy dizayn ko'rinishini uyg'unlashtirib, shinam holatga keltirish. Natijada bu yer nafaqat dam olish uchun, balki mehmonlarni kutib olish va qabul qilish uchun qulay joy maskani bo'ldi. Ishimizni oxirini ko'rib baho bering.